O'tkir Tabii ustoz. yurtimizni go'zalligini qarang. Ha buni qarang. Tabiatini go'zalligini qarang. Ha, rahmat. Atrofda mana chamanzor bo'lib gullarda ochilib turganini qarang. Yurtimiz gulu gulzorlarga aylanib ketdi, to'g'rimi? Nimasini aytasiz? Mana bugun Xonobodda askiya folklor sayri bo'lyapti. Salomat Bu bo'ling. ob-havoni zo'rligini qarang. Nafas olyapsizmi? Albatta, albatta. Endi aka beta bari shu navandalar yig'ilib qolibmiz. Salomat Bir bo'lishsin. gul payro o'qimaymizmi? Gap yo'q, gul payrov bo'lsa gul payrovda. Jumovoy aka. Labbay. Sizni bilganlar guli sopsar deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar it uzmam, rosa gullabdimi deydi. O'tkirjon, O'labbey. sizni bilganlar juda ham chiroyli atirgul ekan deyishyapti. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar mana go'zalligingizni, chiroyini ko'rib, voy, vo, Rasamoma qaymoq ekanda deyishyapti. Jumovoy aka. Labbay, Sizni bilganlar Rossiyadan olib kelingan sariq gul deydi. Salomat bo'ling, bilmaganlarchi? Bilmaganlar begona ekan deydi. O'tkirjon, O'labbey. bilganlar sizni chuchmoma deyapti. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar oramizdagi gaplarni ham eli yurtga yayvorganligingiz uchun chaqimchi gul ekan deyishyapti. Jumovoy aka. Labbay. Sizni bilganlar devor gul deydi. Bilmaganlarchi? Bilmaganlar unga bunga qo'sh uchirishingizni ko'rib, He. ro'zamikin deydi.